Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Black MC kanali va qarshingizda Humoyun. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan qamoqxonalar jangi o'ynaymiz. Ukam bilan albatta. Men bu qamoqxonani Nezritdan qurganman. Ukam bo'lsa haligacha aytmadi qaysi blokdan qurganiga. Men taxmin qilishimcha zumrad yoki temir yoki olmos yoki oltin. Menimcha shunlar. Skinimga e'tibor bermaysiz do'stlar. Nega buncha yo'qolib ketganim sababi albatta meni maktabim bor. Birinchidan o'qish, ikkinchidan men dangasaligim. Endi erinaman ko'proq, erinchoqman. Erinchoq emasman, erinaman-da. Video olishga. Uni montaji bor. Ammo do'stlar, endi yozga ta'til kelyapti, demak, har bir haftada kamida bitta video chiqadi. Shunday menimcha, va'da beraman do'stlar. Do'stlar, biz unday bo'lsa videoga ketdik. Videoni boshlashdan oldin sizlarga Ravshan Game kanalini tavsiya qilib qolaman. Bu kanalda siz bir-biridan qiziq videolarni topishingiz mumkin. Masalan, bularni Roblox deysizmi, Grand Mobile bor. Ularda rivojlanish, ayniqsa Grand va uning mexanizmlari, modlari, Robloxdagi ishlari shunaqa dahshat do'stlar. Bu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Mana shu joyini qo'ng'iroqchalargacha bosib qo'yamiz va so'nggi videosiga kiramiz. So'nggi videosiga kirib like bosamiz. Undan so'ng qaysidir videosiga kiramiz. Yo'q, bu emas. Albatta bu emas. Qaysidir videosiga kiramiz. Do'stlar, mana shu 25-27 fevral kuni olingan videoga kiramiz va bunga biz Humoyundan salom deb yo'lakchani bosib qo'yamiz. Bu kanalga o'tib albatta obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz do'stlar. Barchangizga kattakon rahmat. Unday bo'lsa videoga ketdik. Do'stlar, hozir bitta telefon bo'lganligi uchun men telefonimni o'z ukamga beraman. Chunki telefon bitta, ularni o'yna olmaymiz. Xo'sh, mana. Assalomu alaykum do'stlar. Hammaga Black MC Humoyun kanalining ukasi bo'lgan Shohruxman men. Ko'p videolarda chiqqanman, uncha ko'pida emas, hammasi emas. Birinchi xonam nima qilish kerak bo'ladi? Darsan? Yo'q. Bitta knopka va eshik ochiladi. Top. Nima? Bir boshdan boshlaymiz. Bosib chiqishga aqli yetmaydi. Shunchasi. Yordam beraman, men pastdan knopka o'tkazaman deb o'ylaydim. Hay bo'pti. Men xohlang knopkani o'tkazaman, chunki men geniyman. Einstein. Kam bosishga davom etsin, bosa olmaydi. Aqli yetmaydi. Qaysi knopka ekanligiga. Qaysi knopka? Artefaktga bloger bor. O'sha shunaqa qilganda qishloqqa uncha qiynamadi. Bir boshidan bu yerda menimcha milliondan ortiq knopka. Nega bunchalik qiyin qurdingiz? Biz qamoqxona qurib bo'lganman. Shunaqa qiyin bo'lgan. Nima bu tugma botilyapti? Kamiga yomg'iram yog'vordi. Bosaver tezroq. Asab bosalib ketdi. Mana bularni atrofini bosaman. To'g'ri chiqdi. Bu. Qaysin bosdim? Qaysin bosdim bilmadim ekan. Eshik ochildi.
Oho, keyingi xona. Endi senda ikkita narsa bor. Ikkita narsa bor. Birinchisi water drop qilasan, ikkinchisi obsidian qo'lda sindirasan. Obsidian qo'lda sindir. Mayman. Tushundingmi? Tushundim. Water drop qilaman. Shunda menda siz aytmoqchisizki 4 imkoniyat bormi? Da. Ishtaqa bor. Bu birinchidan biz tepadan. Yerda bedrockni eng pastga, bedrockdan ham chuqur qilmoqchiyman, lekin bedrock pastga blok qo'yamiz. Chitirlik qilma. Просто qil. Kunyani deb. Просто. Bittada. Yana bir marta qilib bera olaman. Bo'ldi. Tezroq bo'l. Nima qilaman endi? Bos. Mana nima? Ha. Davaydi. Hech qayerga qarama. Hop. Bu yer matritsa. Sen xohlaganingni tanlaysan. Qizil yoki ko'k. Xo'sh, qaysini tanlaysan? Akam bilaman. Qizilga qo'ymaydi. Chunki meni bilaman. Ammo ko'kni tanlaydi. Qizilni tanlaydi u. Chunki har doim madrasalarda qizil to'g'ri bo'lib chiqadi, ko'k to'g'ri bo'lib chiqadi degan. Va to'g'ri javob ko'kka qo'ygan, qizilga qo'ymagan. Akam chunki qizilga qo'yishga aqli yetmaydi. Tushunasizmi? Ko'k to'g'ri bo'ladi. Akam lekin ukam qizilni Ko'ktoshma. ukam qizilni tanlaydi. Ko'kni ochma, ko'kni ochma. Yo'q. Menga nima? Ko'kni ochaman. Och. 2 martabasidan har bir kun. Pum. Menimcha to'g'ri. Pum. Oh man! Yo! Kulguga ketyapti. Men aytdim. Men bosmadim, tepaga qarab ko'r. Qara tepaga. Tepaga. To'g'ri. Bos qizim. Asman, bir yerga turaman. Qizimni bosaman. What best eshik och. Nima Ana bu? shu seni sovg'a. Yo'q, nima bu? Maktabga minib borib kelasan. Nima bu? Minib ko'rsang bilasan. Mashinami? Bular bo'lmaydi. Mana bu rejimda bo'lsa 4 kishi minadi menga. 3 kishi minadi. 2 kishi minadi. 2. Nima o'zga savollar? Yo'q, Ramo yer. Tepaga. Ko'rasanmi seni sovg'a maktabga borib minib borib kelasan. Ana endi senikiga o'tamiz. Do'stlar, videomiz shu joyda yakunlanadi. Sababi videomizda vaqti yetmadi. Ham ukam va o'tib bo'lmaydi degan qamoqxona qurgan, o'zi ham o'ta olmadi. Mana tekshirib ko'rdik. Shu sababdan ham xayr do'stlar. Kanalga obuna bo'lamiz va videoga like bosamiz. Bo'pti do'stlar. Ciao.